ammo lekin shunaqa oilalar borki, shu 1 yosh, 2 yoshgacha farzandini ismini aytmaydi. Chunki har doim ham gaplashishga, tushuntirishga kuchim yetmaydi. Mani o'zimda ham 4 ta farzand bor-da, uni har bittasiga energiya berib, resursingni ajratguninggacha o'zingga hech nima qolmaydi. To'pida o'sha nevroz duduqlanishga olib keladi, kechki siyib qo'yishiga olib keladi. Balkim bolaga berish uchun ham nima uchun bir xil bolalar vaqtida gapiradi, bir xil bolalar kechikib gapiradi. Bo'sh vaqt bu fojiaga olib keladi. Men buni qayerga bermadim? Hamma joyga berdim. Dunyoni puli ketdi, lekin birorta narsani oxirigacha olib bormadi deydi. Vaholanki ovqat yeyotganda, kiyintirayotganda, o'ynayotganda ismini chaqirib, quchoqlab, ko'proq mehr bersa, bola mehrda o'sadi. resursi yo'qdir, kuchi yo'qdir, yetmayotgandir. Bunga ham nimadir sabab bo'lyapti-ku. Bu bolalaringizga qanaqa ta'sir qilgan? Judayam. Ammo lekin bir xil otalar keladi, eshikning oldida o'tirishadi. Chunki ota-onalar kardi, ko'rdi. Shuning uchun Ota faqatgina ko'chaga chiqib ishlab kelishmas, bolaga ham mehr beradi. telefon bilan sevishasizmi deyman. Ha deydi. Agar farzandimiz baxtli, xotirjam va kelajakda o'zini o'rniga ega bo'lgan, so'ziga ega bo'lgan inson bo'lishini istasak, Oldiga borganingizda ismini chaqirasin desam, shartta kiyinadi, shartta qoshiqni ovqatda beradi, bo'ldi. Vazifam bajarildi deb hisoblanadi. Hammaga assalomu alaykum. Azizlar, sizlarni bugun ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun ikkita ajoyib va juda ham kerak bo'lgan ekspertlarni chaqirganmiz. Undan oldin sizlarga bitta iltimosim bor, maslahatim bor. Bizning podkastlarimiz, meni qilayotgan intervyularim bu iloyim hammanglarga foyda bo'lishi uchun, xayrli bo'lishi uchun, hozir moliyaviy tarafdan o'ziga o'qishiga, o'zini rivojlanishiga sarflamayotgan ayollarimiz uchun sizlardan juda ham minnatdor bo'lardim. O'zinglarni fikringlarni qoldirsanglar, nima yoqdi, nima yoqmadi, nimani yaxshilash kerak, o'zingizga qanaqa yangi bilimlar oldinglar, shularinglar bilan bo'lishsanglar, kelajakda men ham ko'proq podkast qilishga, ko'proq intervyular olishga, kerakli va qiziqarli bo'lgan ekspertlarni chaqirishga harakat qilaman. Har bitta intervyu, podkast hayotingizda kimni uchratishingizdan qat'iy nazar, u odam siz uchun ustoz, ya'ni u odam sizni ko'rsatayotganini, sizga ko'zgulik qilayotganini tushunib yetishinglarni va joyida ichingizdan nima o'tayotganini, nima hissiyotlarni his qilayotganinglarni anglashinglarni juda ham maslahat berib, sizlardan so'rab qolgan bo'lardim. Bugungi podkastimiz bizani ajoyib va go'zal ayollarimiz bilan. Bularni chaqirganimda men o'zim ham juda ham xursandman. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, men podkast intervyularimga o'zim yoqtirgan, meni qadriyatlarimga tushadigan, meni dunyo qarashimga mos bo'lgan insonlarni chaqirishga harakat qilaman. To'g'risini aytsam, bizning bitta ekspertimizni boshida uncha tushunmaganman. Keyin o'zlari bilan yaqindan tanishib, ko'rishib, gaplashganimdan keyin bildimki, asli ularning niyatlari nimadaligini, nimani targ'ib qilayotganlarini va bu hozirgi kunda bizga juda ham keraklik degan fikrga keldim. Tanishtirishni boshlayman. Bizani aziz ekspertlarimiz. Assalomu alaykum. Birinchi sizdan boshlaymiz. Siz o'zingizni tanishtirsangiz, bular bolalar nevropatologi, pediatr, hammamizga kerakli bo'lgan kasb egasi. Assalomu alaykum. Meni ismim Sabiha Silijanova. Men bolalar shifokori ham nevropatolog bo'lib, ancha yildan beri ishlab kelyapman. Shu yerda bitta savol berib ketaman. Nima uchun bu yo'nalishni tanlagansiz? Buni tarixi judayam uzoq. Buni gapirishga ikkita so'z bilan gapiraman. Men doktorlar oilasidanman. Menga bolalarni dunyosi o'zimga yaqin bo'lgani uchun va bolalarga tili, zaboni unchalik yo'q, dardini aytolmasligi va men ularni o'qish jarayonida shu bolalarni tushunayotganimni bilib turib, bolalar doktori bo'lganman. Zo'r, xayrli bo'lsin. Hozirgi ikkinchi ekspertimiz, ovoz gladiatori, Sherbekki ustozi Qilichxon desam tanishinglar. Assalomu alaykum meni azizlarim, yaqinlarim, meni go'zal opa-singillarim, aka-ukalarim, meni oila a'zolarim, barchangizga assalomu alaykum.
bahor fasli muborak bo'lsin va mana shunday chiroyli notalarda bizlar aynan bugun 3 ta insonlar aynan kelajak uchun bizga qimmatli va qadrli bo'lgan farzandlarimizni kelajagi uchun mana shu yerda yig'ilyapmiz va barchangizga yaxshi kayfiyat ila bu bilimlarni chiroyli tarzda, oson va yengil tarzda yetkazib berishga harakat qilamiz. Ilohim xayrli bo'lsin. Bugungi mavzuyimiz meni har doim juda ham qiziqtiradigan va kerakli deb hisoblaydigan mavzularimizdan biri ayollarni holatini farzandlariga va hayotiga bo'lgan ta'sir haqida gaplashamiz. Sizlarga ham bu mavzu juda ham qiziq va tanish deb o'ylayman. Chunki ayollarni holati, bizani dunyoga bo'lgan munosabatimiz, atrof muhitga bo'lgan munosabatimiz juda ham muhim deb hisoblayman. Diloramxon, siz o'zingizni tanishtirmadingiz. Bilaman, ko'p O'zbekiston bo'ylab, O'zbekiston Respublikasi bo'ylab sizni ko'pchilik taniydi, lekin baribir 1-2 og'iz o'zingiz haqingizda gapirib o'tsangiz. O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, hattoki Rossiya, Belorussiya, Turkiya, Istanbuldan juda ham ko'p insonlar shaxsan jonli tarzda men bilan ko'rishgan va ko'p nomni aslida menga insonlar suhbatdan keyin, darslar jarayonidan keyin berishgan. Ya'ni ovoz gladiatori, ustoz Shifu, ovoz akusher-ginekologi va mana shu nomlar ichida o'zimni oqqush sifatida his qilaman. Ya'ni o'zi dunyoga kelishim juda bir noodatiy tarzda bo'lgan. Dunyoga ilk marotaba biz kelganimizda onani ko'ramiz. Onam shuncha ham xunuk qiz tug'dimmi degan. Ozg'in, bo'ylarim o'zim mana shunaqa yotibman. Keyin bir akusher ginekolog kirib, "Mamasha, sen shunaqa qiz tug'ding" degan. "Девочка, что надо" deganda, ya'ni bir qarashda xunuk, lekin yillar o'tib, vaqt o'tib shu gadki utyoni klebitga aylangan. Buni ko'p insonlar ya'ni o'zimga aytishadi. Bu narsani tan olish kerak. Biz ota-onadan nafaqat pluslarni, minuslarni ham olamiz. Shu bois minuslarimiz bor ekan, ularni farzandlarimizga plus sifatida yetkazishimiz, bizdan ularga plus o'tishi uchun biz albatta nima qilishimiz kerak? Yoqmayaptimi? O'zgartirishimiz kerak, izlanishimiz kerak, bilim olishimiz kerak. Shu bois o'zimni yana bir karra tanishtirib o'tsam, yillar davomida, 13 yil davomida men aynan ovoz bo'yicha kuchli mutaxassis bo'lish uchun harakat qilganman. Ovozimni faqat qo'ylar emas, dunyo eshitsin deb harakat qilganman. Shu bois 5 yil musiqa maktabida, qolaversa Uspenskiy nomidagi litseyda va O'zbekiston davlat konservatoriyasida aynan mana shu yo'nalishda kuchli ustozlar, professorlar, xalq artistlaridan aynan bilim oldim, dars oldim. Bolalikdan esa endi bizda shu davrda juda ham qiziqishlar kuchli bo'lgan. Kim bo'lsam ekan, hayotda qanday inson bo'lsam ekan degan savollar juda qiynardi-da meni. Aslida bolalikda bittagina kompleksim bo'lardi. U ham bo'lsa bo'y borasida. Maktabda bo'yim juda baland bo'lgan, ozg'ingina bo'yim baland va hamisha meni endi biz Surxondaryo viloyati Denov tumanida 17 yillik umrim o'tgan. Shu payti biyimlar non yopganda shu nonga qo'yib nimaga tandirga yopishganida shuni oyoqlarini orasiga boshimni qo'yardilar-da, urardilar. Bo'ying o'sib ketyapti, senga erni qanday topamiz? Qanday er senga topiladi deb. Va yana bitta kompleksim esimda, Toshkentga kelganimda 17 yoshimda marshutkaga o'tirganimda bir ayol oyog'ingni cho'zsang, oyog'ing shofyorni yelkasigacha yetadi degan gapni yuzimga aytganda, o'sha 17 yoshligimda. Juda baland bo'lganim uchun. Bu komplekslar ko'p bo'lganidan bu kuchayishni boshlaganman-da va bir kuni ishdan chiqib supermarketda ishlaganman. Ishdan chiqib ostanovkada tursam, bitta katta mashina to'xtagan. Bir ayol yugurib kelib vizitka beryapti. Bizni modelniy agentstvamizga keling probaga deb. Qo'llarim qaltiragan. Uni olib, u mendan nima xohlayapti? Endi qishloq qiziman, ikkitagina sochim o'ralgan, uzun yubkada, ostanovkada bundaqa turibman-da. Endi bizga nima deyilgan? Borsang, buzilasan, yirtilasan, xato qilasan, urilasan, turtilasan, ya'ni hayotni ozgina qo'rqinchli qilib ko'rsatilganda bolalikdan. Hech kimga ishonma,
ehtiyot bo'l deb, chunki u meni sotib yubormasmikan, u menga yomonlik tilamasmikan deb qo'llarim qaltirab olganman. Va bir kuni unga ham qo'ng'iroq qilishimga bir katta sabab bo'lganda, kollejda, litseyda o'qib yurgan paytim qizlar endi bilasizmi, yigitlar eshikni ochsa yoki hammamizda bo'ladi bu narsa, rashk ustida juda xunuk iboralar ishlatishganda menga nisbatan. Keyin mana shu narsalarni kuchli insonlar nima derkan, meni holatimni mutaxassislari nima derkan degan bir savol faqat o'zimni tengqurlarim emas, o'zimni yoshimdagilar emas, shu holatda ishlaydigan insonlar nima derkan deb agentstvoga borganman. Ishonasizmi, agentstvoga borganimda Toshkent qizlari hammasi tayyorlangan, sochlari ukladka, kiyimlari juda zo'r, oddiygina bo'lib kirganman va bizga kosmetika qo'yib qo'yishdi. Mana kosmetika, buni bizga sotib berishing kerak degan. Hammaga bir xil vazifa. Men o'sha paytda Qorasuvda supermarketda aynan kosmetika va parfyumeriya bo'limida ishlaganman. Va shu holatdan foydalanib, Ag'zam aka, sizga cheksiz rahmatimni aytmoqchiman. Mana shu inson meni yo'q, bu noto'g'ri, bu firma bilan bu firmani noto'g'ri joylashtirding, bu unday deb ishdan tashqari ham olib qolganda shu inson nimaga unda meni dokapываться deganman. Nimaga u mendan faqat alamini olib meni ishdan bo'shatmoqchimi yoki nima xohlayapti bu mendan deganman. 17 yosh qizman, oxiri taqillatdim eshigini. Taqillatdimda ketishimni xohlasangiz ayting, bo'shating meni ishdan deganman. U hech narsa deya olmagan. Men 1 soat shu muzikalniy kollejga borishim uchun, shu o'zlarimni ehtiyojlarimni qondirish uchun rasxodlarimni shu supermarketda ishlayapman deganimda, qayerda o'qiyapsan o'zi? Nima qo'lingdan keladi degan. Siz o'ylamang, men sotuvchi bo'lib qolib ketmayman deganman. Keyin voy kesabet deb boshqa nima qo'lingdan keladi deganda shokka chiqib qoldim. Og'riq bor-ku, tipa sen kimsan, nima qo'lingdan keladi, joyingni bil degandayda, tipa sen joying shu sotuvchi. Keyin mashtumdan xuddiki ko'rsat o'zingni degan narsa chiqdi-da, ну покажи себя deganda. Keyin shuni aytib o'rganimdan keyin aytganki, seni ishdan bo'shatdim degan. Тебе здесь делать нечего degan. Ana shu odam, bilasizmi? Bugun endi shogirdlar, o'quvchilar chiqarib bir insonga 1 oy, 1 yil, 3 yil umringiz ketgandan keyin shu odamga cheksiz ta'zimlarimni aytmoqchiman. Agar bizni ko'rsa, agar kimdir shu insonni bilsa jo'natib qo'ying. Ag'zam aka bergan bilimingizga, imkoniyatingizga va ketkizgan vaqtingizga, sog'ligingizga cheksiz ta'zimda. Chunki bugungi kunda vaqt qadri, energiya qadri shunaqa kuchli narsa, uni hech qanday diplom ham, pul ham, mablag' ham sizga qaytarib bera olmaydi. Bu xuddiki bir kichkina niholni o'stirishda sen ishdan bo'shatilding degan payti, shu payt og'zingni o'chirib o'tirsang bo'lmasmidi deganman o'zimga. Endi u ish menga shunchalik muhim bo'lganda. Keyin nima deb o'ylayapsiz? U ishdan ketib modelniy agentsiyada ishga kirdim. U yerdan chiqib firmalarga kirdim va bora u yerdan uzilganimdan keyin, u joydan men kesilganimdan keyin meni ana shu niholim yashnab ketdi desam bo'ladi-da, ko'karib ketdi. Тебе здесь делать нечего degan. Bu gapni ikkinchi marotaba olishim, birinchi bu gapni Surxondaryo viloyatida birinchi kurs kollejda o'qiganimda direktorimiz oyimni chaqirib, qizingni olib Toshkentga ket. Bu yerdagi darslar, bu yerdagi o'sha repertuar bunga o'sha qisqalik qilyapti, buni kengaytir, qanotlari uchsin deganda, keyin xafa bo'lganman o'sha paytda. Men bu yerda o'qishimni xohlamayaptimikan balkim deganman. Lekin mana shu inson ham, direktor ham bir sababchi bo'lgan. Shu bois mana shu 13 yil davomida aynan insonlarni asl tembr ovozlari, aynan ularni xarakter, xarizmasi va ularni hissiyotlari bilan, ularni dunyoni qanday rangda ko'rishlari bilan bog'liq. Shuning uchun insonni ko'rmasdan turib, uni ovozini qo'ng'iroq orqali bilib, eshitib, bilib olsangiz bo'ladi. U qanday inson, uni ruhiy holati qanday? Shu bois
biz insonni ko'z yoshlarini ko'rmasak ham nima bo'ldi? Kimdir seni xafa qildimi deymiz-ku. Chunki ovoz tana bilan birga tug'iladi. Mana inga degan ovoz, cheksiz katta ovoz, tovush. Shuning uchun hamma farzandlarimni tug'ilayotganda ovozlarini yozib olganman. Ya'ni men ona bo'lib shu cheksiz ovozlarini qisqa qilmayapmanmi? Men shu Alloh bergan ularni cheksiz kuchli, jarangli, qilichdek ovozini men uni kesmayapmanmi? Chegaralab qo'yib, ularni harakatini emas, ovoz darajasini, imkoniyatini chegaraga qo'ymayapmanmi degan narsa bo'ladi-da. Shuning uchun ularni yozib olganman diktofonga. Qoyil lekin. Bu mana qarang, sohibi Salibjonova juda ham qiziq narsalar aytib berdingiz-da. Hozir men endi o'zim psixoanalitik bo'lganimga bu narsani analiz qilib o'tiraman. Yoshligingizda, buvingizlar boshingizga urganlarida sizda qanaqadir kompleks paydo bo'lgani va sizni oldingizga har xil bolalar keladi. Har xil kompleksda bo'lishi mumkin, qo'rquvlari bilan bo'lishi mumkin. Shunaqa holatlar bo'lganmi? Bunaqa holatlar juda ko'p. Mana hozir Diloromxon o'zlarini yoshligini gapirib berayotganlarda shu gapirish jarayonida qanchalik odamlar noto'g'ri tarbiya bilan kelganini va bolalar nima uchun asabi buzilganligini ko'z yonidan o'tdim. Mani hayotimda juda ham ko'p shunaqa bo'lgan. Bir kuni qabulimga bitta qiz kelgan, yosh, juvon, qo'lida bola, 2 yasharli bola. O'zlari g'amginlik bilan mani bolam gapirmayapti, 2 yoshga to'ldilar deb gapirdilar. Shu ko'rinish jarayonida, ko'rik jarayonida savol javoblardan keyin bildimki, bu ona bolasi bilan gaplashishga vaqti yo'q. Chunki uy, ro'zg'or, alla aytishga vaqti yo'q. Bolam deyishga vaqti bo'lmagan. Vaholanki bola ona ovozini eshitmagan, ona ovozida allasini eshitmagan, lab qanchalik gapiradiganini ko'rmagan, qayerdan gapirishni o'rganadi. Keyin maslahatim bo'yicha aytganman, ko'proq alla ayting, ko'proq gaplashing, ko'proq quchoqlang, ko'proq vaziyat bering. Bolangiz sizni ovozingizni, sizni so'zingizni eshitsin degandan keyin bir 6 oydan keyin keldi. Bolani bijildog'ini ko'rsangiz shunaqa xursand bo'lardingiz. Bo'lmasa men aytuvdim. Mayli 2 yoshi 8 oygacha, 2 yoshi 6 oygacha bizani vaqtimiz bor. Siz faqatgina shunaqa qilib yordam bering, gapirmasa keyin men sizga logoped defektologga tavsiya qilaman. Dori darmonlarga darrov tiqilmang degandan keyin kelib rahmat dedilar. Har bir qilgan narsamiz, har bir qilgan bola tomoniga qilgan urushchasiga endi manipulyatsiya, bolaga qilayotgan manipulyatsiya, bolaga qilayotgan ahamiyatimiz juda ham katta rol o'ynaydi. Mana masalan ko'z yosh bilan bolani quchoqlasangiz, bola g'amgin bo'lib asabi buziladi. O'sha kuni yomon uxlaydi, o'sha kuni ovqat yemayman deydi. Yugurib borib doktorga boradida, agar shu oilaga yoki shu onaga siz aybdorsiz, siz ko'proq ahamiyat bering, ko'proq mehr bering, ko'proq quchoqlang, ko'proq chiroyli so'zlarni ayting. Farzandga nom beramiz, ism beramiz. Ammo lekin shunaqa oilalar borki, shu 1 yosh, 2 yoshgacha farzandini ismini aytmaydi. Sizni kiyintirayotganda, ovqat yedirganda bir xil oilalar juda bor shunaqa. Men so'rayman, kiyintirayotganingizda, ovqat berayotganingizda, oldiga borganingizda ismini chaqirasizmi desam, shartta kiyinadi, shartta qoshiqni ovqatda beradi, bo'ldi, vazifam bajarildi deb hisoblanadi. Vaholanki ovqat yeyotganda, kiyintirayotganda, o'ynayotganda ismini chaqirib, quchoqlab, ko'proq mehr bersa, bola mehrda o'sadi. Qarz 2 qo'lda chiqadi. Agar biz bolamizni mehr bilan hech qanaqa g'amsiz tarbiyalasak, bu qarzi xuddi shunaqa qaytib keladi. O'shaning uchun ovoz judayam, gap, so'z, muloqot judayam katta ahamiyatga ega. Hozir qaranglar, juda ham qiziq narsalarni aytdinglar. Muloqot ovoz bolani ovoziga, o'ziga bo'lgan ishonchiga ta'sir qiladi. Lekin hozirgi kunda bizani ayollarimiz barkim bolaga berish
uchun ham resursi yo'qdir, kuchi yo'qdir, yetmayotgandir. Bunga ham nimadir sabab bo'lyapti-ku. Chunki agar men sizni oldingizga kelib, hozir menga $100,000 bering desam, sizda bo'lmasa, u beysi bera olmaysan, chunki senda yo'q. Agar bizani hozirgi onalar o'zimizdan ham olaylik, har doim ham resursimiz bo'lmaydi. Bir xil paytda men o'zim ham aytaman, bolam hozir мне надо остаться одной, men o'zim bo'lishim kerak, menga vaqt ber deyman. Chunki har doim ham gaplashishga, tushuntirishga kuchim yetmaydi. Mani o'zimda ham 4 ta farzand bor-da, uni har bittasiga energiya berib, resursingni ajratguninggacha o'zingga hech nima qolmaydi. Ya'ni to'lishga ulgurmay qolishing mumkin-da. Mana shu aytayotgan narsalarimizni yaxshilashimiz uchun birinchi onalarimizni holatini yaxshilashimiz kerak emasmikin? Bolalarimizga ta'sir ko'rsatayotgan uchun va biz qanaqa qilib ularni holatini yaxshilab yoki o'sha to'g'ri o'zini vnimaniyasini bolaga ajrata olishi uchun, kuchi yetishi uchun nima qilib berishimiz mumkin ekan? Mani maslahatim onalarga miyasida agarda eplasa rejim deydi. O'sha rejim dня, kun tartibi. O'sha kun tartibini turishi bilan miyasida shuni qoida sifatida tahlil qilib, o'sha bo'yicha 1-2 kun yashab ko'rishsin. O'shanda juda ham ko'p vaqt qoladi va bolalarimizga ham vaqt qoladi. Mani dadamlar shunaqa o'rgatganlar. Dadam professor bo'lganlar, infeksionist. Biza bolalarni hech qachon urishmasdilar. Albatta bir qanaqadir misol, matal, qanaqadir basnya deymiz-ku, basnya qilib o'sha qilgan narsamizni noto'g'ri ekanligini tushuntirib berardilar-da. Misol aytardilar, mana masalan, biror narsa noto'g'ri qilib qo'ysang, voy, sen noto'g'ri qilding, bor yo'qol degan so'zni hech qachon eshitmaganmiz. Biz ham 5 ta farzand bo'lganmiz. Eshitmaganmiz-da, mana shu noto'g'ri ekanligi uchun qanaqadir shu misol tasqida cho'pchak sifatida aytib berardilar, bo'ldi, shu narsa noto'g'ri ekan, shu narsadan kelib chiqadi. Bizga o'rgatardilar. Ertalab turdingmi bolam? Albatta, nima qilishingni, nimaga uspes qilishingni bilib turib, o'sha kun tartibingni qilgin dedilar. Shu bilan yashaganmiz va haligacha yashab kelaman. Bir xil paytlarda kunim uzayib ketadi shundan. Bu bolalaringizga qanaqa ta'sir qilgan? Judayam anaqa ijobiy ta'sir qilgan, chunki ochiq kez bersak, bizning ayollarimizga tushunish osonroq bo'ladi-da. Nimaga men ko'layveraman, ochaveraman, rasqirib, ayollarga tushunarli bo'lsin. Judayam yaxshi, chunki u ham shu qanaqa bo'lsa, endi buni robot deb hisoblash kerak emas. Kun tartibi ertalab turadi, albatta bir darsga qiladi. Kitob o'qishiga ham vaqti bor, qanaqadir narsalar qilishga ham vaqti bor, kelib uyda ovqat qilib berishga ham vaqti bor, ishiga ham vaqti bor, o'tirib o'zini ustida ishlashiga ham vaqti bor. Hali oila qurmagan, ammo lekin mana ko'raman qanchalik juda ham yuksak narsalarga ega bo'lgan, 4-5 ta tili biladi, juda ham yaxshi joylarda ishlaydi. Menimcha shu tarbiya ham shu bolaga kelgan. Keyin erta gapirgan, ashula ham aytadi, nima shirin gap ham gapiradi, hech qachon qo'pol gap gapirmaydi. Endi maqtashga arziydigan farzandim bor, Xudoga ming qadar shukr. Bitta bo'lsa ham ko'zimni qorasi. Judayam men bolam bilan g'ururlanaman. Endi meni hayotim to'g'risida shu narsa qanaqa ta'sir qilishini aytmayman-u, shu narsani o'zimni ish jarayonimda qo'llayotganimga va qanchalik onalarga yordam berayotganim shuni sezaman. Mana masalan ota-onalar kelsa, bir xil paytlarda bizada endi poliklinikaga yo doktorlarni ko'rigiga asosan ayollar olib boradi. Hozir judayam men xursandman, dadalar ham keladi, otalar. Ammo lekin bir xil otalar keladi, eshikning oldida o'tirishadi. Хотя бы поддержка. Chaqirib olaman deb gapirganimda otasi ham shu narsani eshitsin. Faqatgina bitta ayol uchun bu zimma juda ham og'ir.
agarda xo'jayinlari yordam bersa, bu xuddi qushni ikki qanoti uchayotgandek. Qush bu bizani bolamiz bo'lsa, ota-ona ikkita qanot. To'ppa-to'g'ri. Ota faqatgina ko'chaga chiqib ishlab kelish emas, bolalarga ham mehr berish kerak. Mana farzand tug'ildi. Asosan kim band bo'ladi? Ona. Ona. Shu paytda ota ham qo'shilsa qanday chiroyli bo'ladi. Uni ham mehri oshadi-ku. Hidiga to'yadi. Jannat hidi-ku bola. Qanchalik shirin qiliqlari, gaplari, lablarini cho'chaytirishi, bu juda ham baxt-ku buni ko'rish. Nima uchun ota agarda faqatgina ishlab, charchab kelgan paytda shunday ko'rsa, butun charchog'i chiqadi. Nima uchun deb o'ylaysizlar? Nima uchun bizani? Chunki ona chaqirmaydi. Agarda ayol kishi dadasi keling, menga yordam bering, dadasi keling, mana ushlab turing, dadasi keling deb mani talab qilmaydi. talab qilmaydi, ha, mani talab qilishni qanday uslubda qo'llashni ham bilmaydi. Hozir shuni aytib bermoqchiman. Mani dadam bilan ayam uzoq vaqt ishlaganlari uchun, ertalab chiqib kech qaytib kelganlari uchun biz enagada katta bo'lganmiz. Bizani enagamiz juda ham aqlli ayol bo'lganlar. Bizga qanaqadir o'rgatganlar. Mana biz endi ertalabdan kechgacha maktabga, unga hamma joyga jo'natardilar-da, olib kelgandan keyin bizga dadasiga, dadam bilan ayamga bayram qilishni o'rgatardi, yugurib borib chiqib salomlashishni, nima qilishni o'rgatardilar. Ayam ishdan kelgandan keyin ayamni albatta mana ovqat qilishlaridan keyin bor narsangni kiyinib chiq, chiroyli bo'lib chiqqin, hozir ering keladi derdilar. Ayam chiroyli bo'lib kiyinib chiqardilar va salom alaykum qilgandan keyin ayam aytardilar, dadasi qarang, bugun bolangiz mana bunaqa bejobdilar, qarang dadasi mana bunga yordam berishimiz kerak, qanaqadir talab qilardilar. Chiroyli, nozik holatda. Va u bilmagan holatda yordam holatda. berardi. Ha, ayol kishi bizni bekordan bekor aytmaymiz, bo'yin deb. Agarda bu bo'yin to'g'ri bo'yin bo'lsa, bilsalar, baribir ayyorligimiz bor, ayyorlik bilan dadalarini chaqirtirib bolaga mehr berishda To'g'rirog'i to'g'ri bo'yinmikin yoki bo'yinni qanaqa ishlatishni bilish san'atimikin? Da. Bu ham bir san'at. San'at. Chunki hozir biza talab deyapmiz-ku, talabni bizda hamma har xil tushunishi mumkin-da. Chunki bizani har xil holatdagi ayollar, har xil ayollar uchraydi. Bizani gapirayotgan gapimizni talab deganda, sizlar ham o'zingizlar aytasizlar, ayol bo'lib, bo'yin bo'lib, chiroyli ko'rsatib, "O, siz ham otasiz, siz qilishingiz kerak" degan maqsadda emas. Chiroyli qilib, "Adajonisi, bugun bolangiz", ya'ni xo'jayinlarimiz ana shu adalarini ham Ham Nigoraxon bir ovoz san'ati, muomala san'ati va yetkazib berish san'atida shu yerda meni jangim boshlanyapti, dardim ochilyapti. Ko'rdingizmi? Aslida xunuk eshitiladigan gaplar shu dardda, lekin dard ortida yangilik bor. Ya'ni tug'ilish bor. Mana shu yetkazib berish uslubi ko'p ayollarda va qizlarda yo'q. Ya'ni bu bir san'atdek. Bilasizmi, hattoki tarixga nazar solsak, shu qirollarning oldida ayollarni tayyorlashardi-ku, masalan. Iforlar. Hozir ming xil iforlar bor, ming xil liboslar bor, ming xil kosmetikalar bor, lekin ayollar ulardan foydalanishni bilmaydi. Chunki o'zini o'rganmagan. O'ziga nima loyiq, nima to'g'ri keladi, nima yarashadi, uni bilishmaydi. O'zini bosib ayollar bilan bolalarni itarish, man vaqtim yo'q deyish. O'sha ham juda ham yolg'izlikka olib keladi. Вот как будет эго ребенка? То есть становление я. Qaysarlikmi? Нет. Mana masalan, o'zini meni yo'qligi, mana masalan, shaxs sifatida o'zini shakllanolmaydi. Chunki qo'rquv bo'ladi, nevrozga olib keladi. Chunki uyida o'zini uyida o'rni yo'q-ku. O'sha nevroz, to'pida o'sha nevroz duduqlanishga olib keladi, kechki siyib qo'yishiga olib keladi. Psixologik formalar. Da, o'zini maktabda mana shunga olib keladi. Shunday keladi. Eshitilmayapti u. Meni eshit deydi, baqiradi, isterika qiladi. Nima uchun unaqa qiladi? Chunki ota-onalar karda.
ko'rdi. И Shuning вот uchun. телефон тоже надо сказать. Keyin uni do'sti kim? Men doim aytaman, qabulimga kelgan odam, telefon bilan sevishasizmi deyman. Ha deydi. Yuring ulantirib qo'yaman telefoningizga. Ya'ni misol sifatida oxirgi etapini ko'rsataman. Bu senga nima beradi degandada, mana shu tarzda keyin u kuladi. Kulgili ha deyman, ha, bola kuladi. Aha, da. Bola keyin kuladi. Nimaga men uylanishim kerak? Bu senga hech narsa bermaydi. Farzand bermaydi, diplom bermaydi, ilm bermaydi. Pul bermaydi, do'st bermaydi, tinglovchi bermaydi. Uni faqat bossang bo'ldi-da, robot bo'lib. Tak, ustozimiz Sabiha Salijonova zo'r keys berdilar. Ya'ni har bir insonni kun tartibi bo'lishi kerak deb. Kun tartibi kuchli sportchilarda bor, sportsmenlarda bor. Kun tartibi kuchli multimilliarderlarda bor. Hammada kun tartibi, ya'ni bu fundament. Agar insonni kun tartibi, ya'ni katta formasi kun tartibiga aylansa, unda u ichki, mana bu ham, miya ham, hissiyotlar ham tartiblanadi, tarbiyalanadi. Unda qaranglar mana, xo'p. Kun tartib qildi ayol kishi. Biz aniq-aniq life hacklar berib ketishimiz kerak. Kun tartibi. Kun tartibi bo'ldi. Ayol kishini vaqti bo'ldi. Endi mana narsa ham bor. Agar ayol kishi bola bilan qanaqa ishlashi, qanaqa munosabatda bo'lishi bilmasa, bolada har xil narsalar paydo bo'ladi. Agressiya, isterika, tam to'polon qiladi, etaklar. Bu nimadan dalolat beradi? Nima uchun bunaqa bo'ladi? Agar farzandimiz baxtli, xotirjam va kelajakda o'zini o'rniga ega bo'lgan, so'ziga ega bo'lgan inson bo'lishini istasak, unda onani baxtli qilishimiz kerak. Agar ona haqiqatan ham baxtli bo'lsa, men hozir faqat erlar haqida gapirmayapman. Bu onani atrofidagi insonlar haqida ham gapirmoqchiman. Ya'ni ota-ona, aka-uka, opa-singillar, agar ayol ishli bo'lsa, kollektiv barchasi onaga ta'sir qiladi. Nafaqat onaga, ayolga. Xuddi shunday erkakka ham. Agar biz farzandlarimiz baxtli bo'lsak, onalar baxtli bo'lishi kerak. Shunday onalar, shunday ayollar bor, turmush o'rtog'isiz bo'lishi mumkin, lekin turmush o'rtog'ini mehrini bera oladigan, uni yaqin insonlari bo'lishi shart. Otasi, onasi yoki aka-ukalari. Kimdandir u podpitka, ya'ni o'sha suvni ichish kerakda. Agar ona charchoq bo'lsa, ona eshitilmagan, mehrga to'ymagan, e'tiborsiz qolsa, u albatta buni farzandiga ulashadi. Siz agar qandolatchi bo'lsangiz, sizni qo'lingizda faqat tort pishiriq kelsa, siz shuni sotasiz. Siz agar qassob bo'lsangiz, siz mol, go'sht shu bilan shug'ullanasiz. Sizni bilimingiz aynan psixologiya yoki sizni bilingiz shu nevropatolog, pediatriya bo'lsa, meni bilimim eng kuchli taraflarim, ya'ni ovoz, ishonch, duh bo'lsa, shuni tarqatamiz. Hamma va har kim o'zida borini tarqatadi. Chunki yo'g'ini tarqatmoqchi bo'lsa ham kun kelib u charchaydi. Kun kelib boray deb tashlab yuboradi uni. Hamma o'zi qaysi yo'nalishda kuchli bo'lsa shuni beradi. Ya'ni buni aytmoqchiman, faqat kasb egalari emas. Ayollar nimada kuchli? Yig'lashda kuchlimi? U farzandida ta'sirchanlikni rivojlantiradi. Onalar, ayollar baqirishda kuchlimi va sog'lom, nosog'lom bor va sog'lom baqirish bor. Buni ham farqini bilish kerak. Yetkazib berish degani bu. Agar onada, ayollarda nosog'lom baqirish bo'lsa, bolada agressiya paydo bo'ladi. U murosa qilishni bilmaydi. U o'tirib siz bilan suhbat qilmaydi, chunki siz buni o'rgatmagansiz. Siz shuni ta'mini unga yedirmagansiz. Mana shunday qilsak ham bo'ladi. Faqat bu emas, mana bu ham bor. Ya'ni bu hissiyotda bolaga shu oq, qorani, dunyoni tanituvchi ona. 6 oygacha siz farzandingizni emizayotganda xuddi robotga o'xshab unga ko'krakni berib qo'yib, o'zingiz telefonda yoki xayolingiz hozir ovqatim qolib ketyapti, bog'chaga borishim kerak, erim kelish kerak degan, ya'ni qora bulutlar bunday turganda siz emotsional orqali farzandingizga shu sut orqali beryapsiz. Agar farzandingizni 6 oy eng muhim davrda siz
yoki kitob o'qib yoki u bilan gapirayotganda какой ты у меня красивый da, qanaqa sen menda go'zalsan, chiroylisan, seni buyuk ishlar kutyapti, sen Timurlar, man guberdilar avlodidansan deb ichi даже gapirish shart emas. Mana shu xayolan уже xayolan. Nima uchun bir xil bolalar vaqtida gapiradi, bir xil bolalar kechikib gapiradi. Shu gapingizga yetaman. Nima uchun? Mana siz logopedsiz, defektologsiz, anchadan beri ishlaysiz. Bilasizki, kech gapiradigan bola bor. Bilasizki, nasl faktori bor. O'shani ham ijobatga olish kerak albatta. Patologiyani uni qanaqa qilib bilsa bo'ladi patologiya? Mana siz oldingizga kelganda albatta muhit qaraysiz. Siz oldingizga kelganda qaysi so'zlarni va qaysi harflarni talaffuz qilishni bilasiz. Bilasizki, R harfini agressiyada ko'proq shu vaziyatda ko'proq katta bo'lgan bolachalar R harfini yaxshi gapira olmaydi. Sh'ni gapirmaydi, ota-ona gapirmagan. Постоянно ertalabdan kechgacha 24 soat telefonda o'tirgan bolalar shu so'zlar, shu harflarni talaffuz qila olmaydi. Chunki bu talaffuzga oddiy sh, oddiy s butun ichidan chiqarib gapiradigan harf. O'sha harfni qanaqa qilib gapirishni bilmaydi, chunki ertalabdan kechgacha telefonda o'tiradi. Telefonni dod deyishimiz kerak. Mana biza Fojia. Da, bu fojia. Bizani fojiamiz hozir o'zbekchasiga qanaqa bo'ladi bilmayman. Доказательная медицина доказала, что телефон приводит к цифровому аутизму. Телефон приводит к задержке развития мозга. Ребенок целенаправленно в одном направлении. Olib qo'ysangiz, qanaqa agressiya keladi. Yig'laydi, baqiradi, kasallik. O'sha payt nima qilish kerak? O'sha paytda tushuntirish kerak. Sport. Men faqatgina sportni biron narsa bilan shug'ullantirish kerak. Gimnastika, vokal, suzish, futbol, ot sporti va ko'rish kerak. Bolani o'rganish kerak. Unga nima yoqadi? Agar siz yoqtirgan bir bola, siz uchun ideal bo'lgan boshqa insonni farzandi sportda, aynan futbolda zo'r bo'lsa, bu degan sizni bolangizni u yerga majburan berish kerak emas. Siz u bilan suhbat qilib o'rganishingiz kerak. Senga qaysi sport turi yoqadi? Ki bunisini, unisini bir marta sportga borib bo'ldi, bunda hech kim chiqadi, chiqmaydi degani emas. Kerak bo'lsa 30 yoshdan keyin ham kasbini o'zgartirgan, almashtirgan insonlar bor. Ulg'aygan saringiz bu siznikimi yoki sizniki emasmi? Shuni bilish bir xillarda kechikadi. Va kechikish degani bu stop degani emas. Bir xil bolalar, bir xil farzandlar o'z vaqtida signal retseptorlari yaxshi ishlaydi va o'z vaqtida rivojlanadi, kimdir sekin rivojlanadi. Bu bilan ona ham o'zini aybdor qilib yorib, o'zini stressga va battar tushkun holatga solish kerak emas. Shunchaki farzandingizga ko'proq va metodikani, uslubni o'zgartiribroq yetkazib berish kerak. Nima uchun shunaqa bo'ladi deb o'ylayman? Biza insonlar taqqoslaymiz, solishtiramiz. Keyin har bitta bolani o'zini yo'nalishi bor. Biz har bitta bolani individuum, ya'ni individualniy, hech kimga o'xshamagan bitta целый farzand, ya'ni bir shaxs deb hisoblashimiz kerak-da. Lekin tan olaylik, qaysi odam, necha protsent odam o'zini bolasini shaxs deb hisoblar ekan. Sen meni bolamsan, aytganimni qilishing kerak, butun umr meni orzularimni amalga oshirasan, meni aytganimni qilasan. Mabodo Xudo ko'rsatmasin, bizani aytgan chizig'imizdan chiqib ketib qolsin. Sen tarbiyasizsan, sen yomonsan, sen unga o'xshaysan, sen bunga juda ko'p uchratganman bunaqa narsalarni. Juda ko'p. Mana shu taqqoslashli bo'lmasligi uchun ayollar birinchi navbatda o'zini qabul qilish kerak. Siz boya aytganingizdek, baxtli bo'lish kerak. Keyin siz ham aytdingiz-ku, bolalarimiz agressiyaga chalinmasligi uchun bolalar bilan shug'ullanish kerak. Deyapsiz, to'g'rimi? Keyin bitta joyda o'qidim. 10 yoshmi, 12 yoshgacha bolalarga как shvedskiy stol har xil mashg'ulotlarni berish kerak.
bolalarimni qatlaga olib bormaganman. Akrobatikaga ham, gimnastikaga ham, suzishga ham, tennisga ham, futbolga ham dod deyishi mumkin bolalar vaqtida, lekin qilib ko'rish kerak. Foydalanib ko'rish kerak. Va Nigoraxon, bundan keyin ko'p onalar men buni qayerga bermadim? Hamma joyga berdim. Dunyoni puli ketdi, lekin birorta narsani oxirigacha olib bormadi dedilar. Yaqinda huzurimga bir ona va qiz keldida. Qiz 19 yosh, ona bor. Ona shu защитник pozitsiyasiga o'tib olganda, Kimdan защищать qilyaptilar? erkaklardan, hammadan защита qiladi qizni. Hamma joyda опасность his qiladi-da. Chunki o'zida bu narsalar o'tganda boshidan. Bizni hayotimiz, bizni taqdirimiz, farzandni taqdiri, farzandni xuddi shunday holatlarga uchraydi degani emas. Chunki hammani o'zini yo'li bor. U qiz xuddiki o'sha biz aytgandek gullarni parnikda saqlagandek, u qiz himoya bo'lgandan keyin hech narsa bilan va hech kim bilan muloqot qila olmaydi. U duduq emas. U autizm emas. U qizlar zaboni bor, lekin o'zini fikrini ayta olmaydi. U bilan gaplashganingizda balkim ruhiy qanaqadir formasi bordir, psixologik qanaqadir zajimi bordir deb o'ylaymizda. Ikkinchi yana bitta narsa, kuchli farzandlar ortida onani katta mehnati yotadi. Va biz hech qachon uni bolasi zo'r bo'ldi-ku, sen nimaga odam bo'lding deyishga haqqimiz yo'q, chunki uni onasini siz bilmaysiz-ku. Uni onasi qanaqaligini bilmaysiz-ku. Masalan, deylik, men ham onaman. Hozir 40 kundan oshgan farzandim bor. Bizda rejim железный turadi. Chunki agar men u rejimda buzsam, meni butun 34 yillik menim 34 yillik Dilorom Faxriddinini qulaydi. Bo'sh vaqt bu fojiaga olib keladi. Bu 100%. Har bir bolani band qilishimiz kerak. Faqat iltimos, bu gapimni noto'g'ri tushunib, farzandingiz hali 2 yosh yoki 3 yosh bo'lib emas. Buni hammasini etaplari bor, vaqti bor. Qaysi bolaga qanaqa mashg'ulot kerak, qaysi bolaga necha soatdan mashg'ulot kerak. Shuning uchun erlarimizni, birovlarni, o'tmishni kovlash bilan hech narsani o'zgartira olmaysiz. Faqatgina kelajakka bir sababchi bo'la olasiz. Buguningizdan foydalanib. Mana shu gapingizda bitta savol tug'ildi sizga. Siz vrach sifatida, pediatr sifatida qanchalik farzandlarimizga bolaligini his qilishi muhim. To есть, mana boya siz aytganingiz, merani bilinglar dedingiz. Nigoraxon, hozir shu yerda bitta zo'r case olganman. Shaxsan o'zimni farzandim ham Sabiha Salijonovani huzurlariga boradi. Kechani o'zida bolani qo'li bilan oyog'idagi tochkalari miyaga katta zarba berayotgani, miyani rivojlanishiga, aqliy, nutqiy faoliyatiga va energetический o'sha dangasalikdan emas, shu energiya beradigan tochkalarni o'rgatdilar. Yo'q, buni zudlik bilan ommaga olib kelish kerak. Buni zudlik bilan xalqqa berish kerak. Buni zudlik bilan beraylik dedimda, shuncha taklif qildim. Bo'lishmasiz bo'lmaydi bu. Tez aytib bering bizga. Qanchalik bu bilimda oddiy bilim, lekin mana farzandni qo'lini biz tegib, uni mana bu hissiyot berib, unga birlashmaymizda opa o'rgatdilar meni. Shular. Bo'lishingcha. Shu birinchi savolimizdan boshlaylik. Bo'sh vaqti qanchalik muhimligi bolani, ya'ni bolaligini his qilishi. Bolaligidan ayrilishimizga haqqimiz yo'q. Go'dayligida bolani bag'riga bosib, qo'lchalarini, tovonlarini silab, gapirib, ashulatish shart. Chaqaloqligini sog'inib ketdim bolalarim, oyoqlarim. Bola 6 oylikdan ketgandan keyin o'yinchoqlarga ko'proq ahamiyat berish kerak. To'g'ri o'yinchoqlarga. 6 oydan keyin shiqildoq olib qo'yish kerak. Bolaga har xil shakldagi o'yinchoqlarni berish kerak. Chunki bizning eng sezgi organimiz va dunyoda nima bo'layotgan qo'l orqali.
Qo'llarimizda juda ham ko'p retseptorlarimiz bor. Eng katta bashmaldog'imiz bu aql bashmaldog'i hisoblanadi. Buni masaj qilish kerak. Agarda biz shuni mana masalan tayskiy meditsinada yo bo'lmasa xitoy meditsinada ko'rsak, juda ham ko'p tochkalar katta Mana massaj qilib o'tiribmi? bosh og'riq, nutq gapirish, запуск речи katta nimada bashmaldog'imizda. O'shaning uchun 6 oygacha bo'sh bo'lsangiz uqaling, bo'sh bo'lsangiz siling yo nima qiling. Eski bog'cha paytimizda ladushki bor edi. Bu ham bekordan bekor chiqqan emas. Mana bolangiz 1 yoshga to'ldilar. Dunyoni o'yinchog'i kerak emas. Eng kerakli o'yinchoqlar. Demak, bir narsani ichiga sorazmernost deydi. Shu shakl shu narsaga sig'adimi, yo'qmi? O'sha kerak. Обязательно. Mashinka bo'lsa, har xil mashinalar bo'lsin. Katta, kichkina, o'rta hol. Chunki bola katta kichkinaligini qo'l orqali biladi, ko'z orqali biladi. Farzandingiz katta bo'ldilar. 3 yoshga to'ldilar. Albatta, уже kitoblar. Kitob bu bizani so'zsiz o'qituvchimiz. Kitob bu juda ham kuchli narsa. Agarda ona kitob bolaga o'qishi, mehrni uyg'otsa o'qishiga, bu juda ham katta oldingi qadam. Chunki kitobda juda ham ko'p narsa yozilgan. Mana hozir endi telefon orqali kitob o'qiymiz, baribir ham kitobni olib o'qigan boshqa. O'shaning uchun ota-onalarga esa eng qiladigan maslahatim kitob o'qishga, mehr uyg'otishga harakat qilinglar. Bola kitob o'qisa, qog'oz kitob, ha. Живой kitob deyman uni. O'shani mana 3 yoshga to'ldi farzandingiz. Onani yana mehnati ko'payadi, chunki siz har xil to'garaklarga berib chiqishingiz kerak. Mana masalan rasmga berdingiz yoki bo'lmasa qulolchilikka berdingiz, yo bo'lmasa plastilin bilan berdingiz, yo qanaqadir o'yinga berdingiz, raqslarga, shaxmatlarga berdingiz. Hozir bizda juda ham ko'p mentalniy arifmetika bor, bu ham juda ham miyani chaqlaydigan narsa. Просто har narsaga berib ko'rish kerak. Va yoshini inobatga olish kerak. Yoshini inobatga olish kerak. Farzandingiz bog'chaga bordi, farzandingiz bog'chani tugatdi, maktabga bordi, farzandingiz ongi katta bo'ldi. Demak, o'shanga qarab, nimaga intilayotganiga qarab, o'sha to'garakka borish kerak. Ustoz, nimaga bu narsalarni ayrim onalar qo'llaydi, ayrim onalar qo'llamaydi? Balki vaziyat, balki katta oila, balki juda ham ko'p mehnat uydagi mehnat, qaynona, qaynota, er, 4-5 ta farzand, ayollarni juda ham tushunaman. Nimaga aynan oldin ayollarning vazifasi xuddi shunday ko'p bo'lgan? Kirmoshinka bo'lmagan. Yo'q, to'xting. Pilisos bo'lmagan. Men Sovet davrini bolasiman. Savolim tug'ildida, chunki shunaqa onalar bilan ishlaymiz-da. Nimaga aytadi-ku qaynonalar? Biz ham tug'ganmiz, bizni ham qaynona qaynotamiz bo'lgan, bizni ham ishimiz ko'p bo'lgan. Nima uchun Sovet davrida yoki oldingi davrda nima uchun kuchli farzandlar bo'lgan-ku? Nimaga bugun bu daraja oqsayapti? Onalar, dangasalikdan voz keching. Agar o'zingizga bugun savol bering. Kelajakda siz kimni ko'rgis kelyapti? Agar siz bu gaplarimda hamma har xil tushunishi mumkin. Shoh, sultonlarni, kuchli bo'rilarni, sherlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, bugun o'zingiz ularga munosabatda bo'ling. Agar siz ertaga farzandingizni dunyoda shoh, sulton bo'lib emas, qul bo'lib chiqishini xohlasangiz, dunyoga qul bo'lishini, ya'ni tafakkur tarafdan, ong tarafdan, harakat va ilm tarafdan qashshoq fikrga ega bo'lgan insonni xohlasangiz, unda uni uring, so'king, do'pposlang, haqorat qiling, haydang, jazolang. Agar siz kelajakda sultonlarni volidasi bo'lishni istasangiz,
bugun unga munosabatingizni o'zgartiring. Mehnatingizni ya'ni. Mehnat. Tilingiz osilib, suyagingiz bo'lib qolishi kerak. Xullas. Men tilim bor-ku, shunaqa bir kun bir xilda massaj qilib o'rgim keladi tilimni. Bilasizmi, ayollar tilini qilmasdan turib, qo'l, ishora, emotsiya bermasdan turib, bolasidan talab qilishga haqqi yo'q. To'g'ri, haqqi yo'q. Tilingiz osiladi, bolangiz xuddi shunaqa ishlaydi. Qo'lingiz, oyog'ingiz уже shaqillab ketadi, farzandingiz sizga qarab yuradi. Men hech qachon farzandimga sen rejimda bo'lishing kerak, sen harakatda bo'lishing kerak demayman, amalimda ko'rsataman. Ya'ni har ertalab turaman, sabzi, lavlagi, suv, bular hammasi olma, bular hammasi tanani ehtiyoji bo'lsa, miyani ehtiyoji bor, duxni ehtiyoji bor, tafakkurni, miyani ehtiyoji bor. Uni har kun siz trenirovka qilishingiz kerak. Trenirovkasiz mushagingiz o'smaydi. Xuddi shunday. Trenirovka bugun kuchanasiz, kelajagingiz porloq bo'ladi. Bu hammasi. Agar sabab izlasak, mingta sabab, yechim istasak, unga mingta sabab bor. Dangasalikdan voz kechishimiz kerak. Ko'z yoshlarimizni artishimiz kerak. Bo'ldi. Ko'z yoshlardan foyda yo'qmi? Yig'laganingiz bilan baxtsizmisiz? Baribir baxtsizmisiz? Unda yig'lamang. Bo'ldi. Yotibsiz, baxtsizmisiz? Unda yotmang. Baxtsizligingizda yashang-da. Ha, tursin. Sal bo'lsa ham tursin onalar. U becha ertalabi mamdiqqa boshlanadi. Bitta sochini taramagan ayollar bor-da, baribir haqiqatni gapirgim keladi. Farzandini olib keladi, bunday deydi. Bu gapirmaydi. Ota-ona bilan qo'shilmaydi. Do'stlari yo'q. Fikrini yetkiza olmaydi. Ona faqat minus gapiradi. Ona o'zi fikrini yetkiza oladimi? Yetkiza olmaydi. Onada yo'q narsa bolada qanday bo'ladi? Men uni onasi emas-ku. Keyin agar o'zingizda yo'qmi, bering kuchli mutaxassislarga, kuchli murabbiylarga, ustozlarga berish kerak. Agar o'zi bera olmasa-da, endi kelajak portlayapti-ku, kelajak уже qulayaptimi? O'zingda yo'qmi? O'zing stressdaman deb yuraver, mayli. Yuraver stressda. Lekin farzandni bugungi kuniga qanaqadir ildiz bo'lish kerak, unda murabbiyga berish kerak. U ham bola aqlli bo'lsa, bundoq qaraydi, onaga bundoq qaraydi, murabbiyga yo'q deydi. Men bunga o'xshashni xohlayman deydi-da, mamdaqadan voz kechadi. Shuning uchun agar kuchli ota yo'qmi, kuchli misol yo'qmi, kuchli ona yo'qmi, tafakkuri boy, psixologически bilimga boy, bu narsa, bu zarba menga nimaga berildi, demak men kuchli bo'lishim kerak, motor bo'lishim kerak, akula bo'lishim kerak, tank bo'lishim kerak degan miyasiga signal hali kelmayaptimi, balkim kun kelib kelar, u uchun dard kelishi kerak albatta. Demak, bolani albatta kelajagini o'ylagan holatda mana siz kuzatasiz, mana shu telefonni olib. Kuchli, men juda kuchli erkaklarni ko'raman. O'zbekistonimizda bor shunaqa kuchli, o'tirishi bo'rini beradi. O'tirishi mana bu gapirmaydi u. Yelkalari bor-ku, qilich, xuddiki qilichlar turganga o'xshaydi. U bitta qarashi уже portlatadi dunyoni. Shu insonni oldiga 10 kunga qo'ying. Sarmoya kiritib 10 kun shu farzandingizda dori, ukol, massaj yoki qanaqadir terapiyalarga olib boryapsiz, foydasi bo'lmayaptimi? Demak, bolangizni ana shu odamning oldiga, yoniga qo'yishingiz kerak. Siz bugun 10 kun, 2 kun bu ustozni oldida yuring, 2 kun men sizni oldingizda yuray. Bizni mana bunimizga ataka yetmayapti. Bizni mana bunimiz o'zgarish kerak. Bunimizni hech kim massaj qila olmaydi. Siz kira olmaysiz operatsiya qilib, men bitinimda men kira olmayman, hech kimda mышцalarini mahkam tortib, men elektrik emasman. Biz, siz, men biz yo'nalish beramiz. Biz xuddi akusher ginekologga kerakli payti kuchan deymiz, to'g'rimi? O'rniga tug'ib beramiz endi, uzrlarga. To'g'ri, haqni gapirish kerak-da. Achchiq va zarba beradigan, bizni shokovga yuragingiz to'xtasa nima olasiz? Shokovli tok olasiz. Ana shu tok yetmayapti ko'p onalarda. Qo'rqadi, o'sha tok olishdan qo'rqadi. Ruxsat yo'q. Izn yo'q ularga. Shuning uchun eng katta investitsiya, eng katta zo'r narsa bu kuchli insonlar, murabbiylar, pedagoglar, ustozlar yonida farzandingizni
bo'sh vaqti paydo bo'ldimi, olib boring. Agarda inson farzandini biz o'rmonga tashlasak, u Maugliga aylanadi. Agar biz papugayni odamlar orasiga kirgizsak, papugay gapiryapti. Faqatgina papagoy emas, juda ham ko'p qushlar gapiradi. Xuddi shunday. Xuddi shunday. Shuning uchun yon atrofingizga ehtiyot bo'ling. 24 yil, 30 yil ota-ona bera olmagan bilimni, hayotdagi bir taktikani, uslubni bir oyda, bir yilda, mayli 3 yilda ustozlar beryapti. Men o'zim mana qishloq qiziman, Surxondaryoning eng chet qishlog'idanman. Dadam qattiq qo'l inson bo'lgan. Dadam podpolkovnik, hozir pensiyadalar. Mana shu talablar bor. Va oyimni shu silliqligi, mayinligi, balansirovkasi, uyg'unligida birgalikda shaxslar rivojlanadi. Siz har kun tort yeyolmaysiz, har kun go'sht yeyolmaysiz, tanangiz buziladi. Diabetes, semirishlar, sahrli diabetlar paydo bo'ladi. Xuddi shunday tarbiya ham oqsaydi. Kamchiliklarimiz yetarli, yo'q emas. Kamchiliklarimizni emas, uni yechimini topish maqsadida shu yerda yig'ildik. Hammasiga sabab bizni ozgina dangasaligimiz, ozgina bugungi kunda o'zimizni hozirgi nazarimizda men baxtsizman deyishimiz, bugungi ko'zimiz va nazarimiz bilan imkoniyatim yo'qligi va keling hozir mana shu yerda imkoniyati yo'q, ayrim sabablarga ko'ra mablag' taraflama farzandini har xil turdagi to'garaklarga bera olmaydigan farzandlarga yuzlanmoqchiman, onalarga emas. 16 yoshimda kim bo'laman? O'zbekiston davlat konservatoriyasiga kira olamanmi yoki yo'qmi degan bir ikkilanishlar bo'lgan. Birdaniga ideal fikrga, ideal va darajali psixologiyani bir pog'onasiga chiqmagan davrimda bo'ldi. Men go'zallik borasida ishlayman. Men endi salonda ishlayman. U yerda ko'p pul topishadi deb o'ylardim va bir ustozni oldiga bordim. Ustozni oldiga borsam, shogirdlik kursim $300 bo'ladi degandi. Shu payt 16 yil oldin. Katta pul edi. U juda katta pul edi. Hozirgi bir $3000 deb gapda. 16 yoshlik kallam bilan shuni aniq bilardimki, men onamga borib menga $300 topib ber deyishga men haqqim yo'q-da. Chunki o'zimiz $140lik ijarada yashardik. $140 ijara yo'q, qayerda hali sen bo'lasanmi? Hali sen salonchi bo'lasanmi? U yerdan pul topasanmi degan unda fikr tushadi 100% onaga. Hali oqlaysanmi u bergan pulimni degan. Shu salonda farrosh bo'lib ishga kirganman. Hadrada farrosh bo'lib ishlaganman. 16 yoshligimda. Qo'lim shvabrada, 10 ta ko'zim anu masterda-da. 10 ta, men bitimda ham ko'z borda haligacha. U ayol nimadir menga izlab qoladi-ku, uchardim-da pula bo'lib. Men buni olib beraymi, men buni qilaymi. Endi har bir odam harakatingizni sezadi-ku. Endi siz ham hozir birorta yoningizda o'quvchi yursa, mamdaqa lanchlashgan shogirdingiz bor, mamdaqa shogirdingiz borda, barmoq ko'rsatsangiz, qo'lingizni уже siz orqali tushunadi. Dilorom degan, ertalab kelinlarim juda ko'p. Salonda kelinlar tayyorlanadi-ku. Kela olasizmi degan. Albatta deganman. Yo degan, uyimga keladi, ha deganman. Ha deganman уже. U hali tugatmagan gapini. Meni ol deganman-da, ko'zim ham yonib. Yo'q desang ham olasan, xo'p desang ham olasan degan padacha bo'lganda o'zimda. Shunday bora bir kun unga kraskasini almashtirish, keyin bir kun sochini yuvib berish mijozni. Bora, to'g'ri, men go'zallik salonida ishlamayapman, lekin O'zbekiston davlat konservatoriyasi barcha konsertlarda, tadbirlarda o'zimga makiyaj, prichoska qilardim. Undan tashqari shu xor jamoasida nechta qizlar bo'ladi. Salonga bormaylar, o'zim qilib beraman deb ishlaganman. Pul topganman. Tushunyapsizmi? Bular hammasi bejizga emas, bu bizni kitobimizning bir sahifalari, kitobimizning bir
tovushlari, harflari hammasi bizni ana shu kitobga aylantiradi, mukammallikka olib keladi. Shuning uchun imkoniyatingiz bo'lmasa, choyingizni olib kelaman, buningizni qilib qo'yaman, uningizni qilib qo'yaman deb vaziyatdan chiqib keting. Unaqa misollarim hayotimda juda ham ko'p bo'lgan va aynan barter asosida bilim bergan ustozlarim, mendan rozi bo'linglar, bergan bilimlaringizdan rozi bo'linglar. Hammasi sizlarni sharofatingiz bilan mana shunday 34 yoshni qarshiladim bu yil. Hammasi bilimlaringiz evaziga, ustozlarimiz roziligi, duosi evaziga. Har bir hattoki igna bilan ipni o'tkazishga sizga bir ustozlik qildimi, u albatta u insonni duosini, roziligini olishingiz kerak. To'g'ri, o'zi 3 ta odam bor. Yetimlar, ustozlar va ota-onalar. Ularni hech ham bularni norozi ham qilish kerak emas, asurdacha ham muhokama qilish kerak emas. Ular bizning hayotimizni bir o'sishingiz uchun muhim qismi hisoblanadi. Qarang, mana necha yillik o'qitinglar bor. Farzandlar bilan ishladinglar. Siz mana siz yoshingizdan necha o'qiti juda ham katta. Hozir aytingiz bolalari kelyapti dedingiz. Shunaqa bo'lganmi sizda? Kimdir bilan ishlagansizda, ular ishlamagan yoki qilmagansiz aytganlaringiz, bu nimaga olib kelgan? Bo'lgan. Nima o'sha qanaqa keys? Bitta keys bering agar bo'lsa. Mani ko'rsatib bermoqchi bo'lgan narsam bilasiz nima? Hozirgi hayot вообще tez o'tib ketyapti-ku, vaqtimiz. 30 dan oshib qolamiz уже. Sezmay qoldim. Bizani hozirgi qilayotgan harakatlarimiz kelajakdagi bizani qanaqadir bitta natijamizga sabab bo'ladi. Chunki sababiyat qonuni bor. O'sha payt qilmagan qaysi harakati bugungi kunidagi bir ayanchli oqibatlarga olib kelgan. Endi hozir psixologik tarafdan emas, tibbiyot tarafdan. Da, tibbiyot tarafdan. Vaziyat bo'lgan, bola kasallik bilan kelgan, haqiqatan ham shu kasallikni funksional tekshiruvlardan keyin, ko'p ko'riklardan o'tgandan keyin shu kasallik bor deganmiz va shu kasallikka davolaydigan to'g'ri dorilarni topib berganman. O'sha dorilarni berishga orqigan, bermagan. Undan eshitgan, bundan eshitgan. U doktorga borgan, doktori yana ustidan yana doktorga borgan. Mana hammamiz osh qilishni bilamiz, hammamizning oshimiz har xil chiqadi, ammo lekin masalliqlari bir xil. Xuddi shunaqa vaziyat bo'lgan, davolamagan. Faqat doktor yurgan. Mana shu qilig'im noto'g'ri. Vaqtini yo'qotgan va bolani o'sha miyasidagi suyuqlik ko'proq o'sib, suyuqlik to'xtamasdan qolgan va bolani miyasi qo'talashgan. Hozirgi paytda nogiron bo'lib qolgan shu bola. Men juda ham achinaman, juda ham rushaman. Keladi, ko'z yosh to'kadi, gapiradi. Qaytarish jarayoni уже yo'q. Уже yig'ilgan suyuqlik boladagi miya to'qmalarini ezib, mana shunaqa fojiaga olib kelgan. O'shaning uchun quloq tutish kerak. Chunki rostdan ham hammada har xil mana shu odatimiz bor. Biz ishonmaymizkuncha hamma har xil ekspertlarni qidirib ketamiz. Baribir ham foydalanib ko'rish kerak, o'qish kerak, o'rganish kerak. Siz aytganingizdek, qarangda, mana shu farzandlarni mana shunaqa bo'lib qolishi yoki onalarni qo'rqoqligi, siz juda ham mardligi ahamiyat berasiz. Shu haqida ham savolim bor sizga. Qanaqa qilib ayol bu holatdan chiqsin? Sababini topdik, nima bo'lishini bildik, nimaga olib kelishini. Endi menga lifehack beringlar. Qanaqa qilib ayol bu holatdan chiqsin? Bunga lifehack yo'q bo'lsa kerak, chunki men hozir mana shu holatni gapirib berganda men o'zimni aybdor deb hisoblayman, chunki men eshikni taqillatdim-u, eshikni ocha olmaganimga. Demak, qanaqadir o'sha paytda kerakli professionalizm
biz beramizda o'sha dozani. O'shani, Shok ha. bera olmagansiz. Shok berolmaganman. Cha deyish kerak edi-da. Yo'q. Uni O'sha nimada? vaziyatdan keyin sal qo'polroq bo'lganman. Ota-onalarga berasan, qilasan, bolang yaxshi bo'lishi kerak, o'qigin, nimalarga kirgin, bilgin deb hozirgi paytda mana shunaqa sal qo'pol gapirashaman. Ota-onalarni urushaman. Bir xil paytlarda aytaman, gapimga kirmasang tepaman deyman. Urushadiganga o'xshamagansiz lekin. Tepaman deyman. Urishadilar. Tepaman deyman. Jim turib urishadiganlar bor-ku, opa kulib turib urishadilar-da. Shu o'sha menga juda ham katta turtki bo'lgan. Sal faqatgina qog'ozda yozib qo'liga topshirish kerak emas. Ham ko'ziga qarab gapirish, ham taqillatib eshikni ocha bilish, ham shu ota-onaga shu narsani qilmaysang shunchalik yomon bo'lishni ko'rsatib berishga harakat qilaman. Hozirgi paytda endi o'zim maqtasam shuni qilolyapman. Xayrli bo'lsanglar, shifo bo'lsin. Chunki Ustozni qabuliga kirganimda, uzr gapingizni bo'ldim. Bir inson faqatgina pediatr yoki bir inson faqat nevropatolog bo'lishi bugungi kunda shu siz unga tavsiya bergan amaliyotingiz, jarayoningiz oxiriga yetarmikin yoki yo'qmi shunga bog'liq bo'lib qoldi-da. Yozib berish bor, tushuntirish bor, yetkazib berish bor. Va eng mana ikkita pallada qaysi biri выбирай из двух зол deyishadi-ku. Shuni tushuntirib berish boshqa yo'li bor-da. Shuning uchun ustozni qabuliga kirganimda ham katta farzandlarimga 9 yosh, 5 yoshga birdaniga qog'oz, rangli qalamlar berdilar-da. O'zim 18 kunlik chaqalog'imda olib borganman. Bolamni ularini ham analiz qilib beryaptilar. Ya'ni ko'ryapsizmi padachani? Bu bolani ertangi 9 yoshi va 5 yoshi qanaqa bo'lishini opa biladi o'sha. U bolalarga qarab buni hali qo'liga olmadilar. Hali go'dakni. Ularni analiz qilib berdilar. Esingizda qalamlaringiz bilan chizdi. Qush deydi, bu yoqqa uchish kerak, lekin u bu yoqqa uchyapti. Uy bunaqa bo'lish kerak. Shunaqa qiziqarli bo'lgan, zudlik bilan bu opani dunyo ko'rish kerak degan bir his keldida, nahotki deganman, yolg'iz emas ekanman deganman-da. Ya'ni bilim borasida biz xuddi mana oshxonaga, kafe, restoranga kirsak, menyu tanlaymiz-ku. Oshqozonimiz uchun taom tanlaymiz-ku. Nima uchun biz farzandlarimiz uchun, o'zimizning hayotimiz uchun shunaqa yuqori bir appetit bilan ana apelsinni shu kesizini ketadi-ku. Ana shu narsani nima uchun qilmaymiz deymiz. Chunki u og'riq bermaydi, oshqozonimiz og'ritadi, oshqozonimiz meni boq deydi. og'riq beradi. Og'riq beradi. Keyinchalik. U keyinchalik beradi. Vo. Buni bo'lganda zo'r og'riq beradi. U keyin beradi. U keyin so'nggi pushaymon, o'zingga dushman. Bu hozir bermang. Nafs balosi bor-ku, hozir qilmang. U yomon-da u. Mana shu sinovda. Mana shuda bizni chalg'ituvchi. O'tkazib yuborayotgan vaqtimiz shu bo'lyapti. Shuda keyin ertangi yana aybdor hissi nima uchun keladi? Ko'p onalarda shu o'z vaqtida bera olmadim deydi. Uy yumushlari bilan band bo'ldim, bera olmadim vaqt deydi. Xo'p, bera olmadingiz, endi nimadir qilishimiz kerak-ku, Endi to'g'rimi? nima qilishimiz kerak? Endi Ayollarimizga bir xil ayollarimizni vaziyati judayam og'ir. Chunki desa bo'ladi. ayol kishi Chunki qaysidir ayol mana o'zini onasidan o'zini yaxshi ko'rishligini olmagan va hamma narsani eshakka yuk sifatida topadi. olib yuradi. Bundoq tashamaydi. Eng katta kes bilasizmi nima, Nigoraxon? Eng katta kes gapira olish, gapirishni boshlash. Men sizga bundan oldin aytdim-ku, ayollar gapira olishni bilish kerak. Gaplashishni bilmayapti-da ayollar. Masalan, unga nimadir yetmayapti-da. U aytish kerak-da. U yillar davomida aytilmagan, gapirilmagan til qanday qilib gapiradi? Keyin u bora-bora o'ziga tasavvur qilib yashaydi.
uni tasavvur qilib ko'radi, buni tasavvur qilib so'rasam bunday desachi, gapirsam unday desachi deydi-ku. Shu narsalarda O'sha paytda ayol kishi shu vaziyatdan chiqib ketish uchun o'rganish kerak o'zi, bolasiga berish uchun. O'rgansin, qarz oladi. qarz kerak Mana emas. mashitda Voh! mana mashitda masalaga fikr qo'shmoqchiman. Mardlik haqida nimaga boshladim? Nimaga siz ham qiyin vaziyatlarni gapiryapsizlar boydan beri? Qiyin vaziyat hammada bor. Har bitta vaziyatga baho beradigan inson bizamiz. To есть mani o'ylashim mumkin, mani hayotimga kelgan qiyinchilik sizlarnikidan qiyinroq deb o'ylayman. Chunki bu men o'zimni ichimdan, fikrlashimdan, ilmimdan kelib chiqqan, qarashimdan kelib chiqqan holda baholayman. Siz oldingizga keladigan ayollar o'ylaydiki, siz bilan saqqoslab turib, mani vaziyatim og'ir deydi. Lekin rostdan ham har doim o'sha vaziyat og'ir bo'larmikan? O'shani tushuntirib berishga Haqiqatdan ham shu og'irlik. Bularni aytayotgan narsalari hayotingda nima bo'lishidan qat'iy nazar deyaptilar. Sen odamlardan qo'rqmagin, mard bo'lib, bolang uchun turib ber demoqchilar. To'g'ri tushundimmi Dilorom? Gaplashish. Hachab urush janjalsiz insonlarga, biza hayvonlar bilan farishtalarning orasida yaratilganmiz. Inson bo'lib bizaga hayvonlardan farqli o'laroq zabon berilgan, ong berilgan. Farishtalardan farqli o'laroq bizaga tanlash huquqi berilgan. To'g'rimi? Bizani har bitta qilayotgan vaziyatga munosabatni tanlaymiz. Mana qiyinchilik hammada bo'ladi. Biz o'lgunimizgacha qiyinchilikda yashaymiz, к примеру. Agar bizada hozir pulimiz bo'lmasa, bizada tanlov turibdi. Biz hozir aytolmaymiz, balki bordir. Lekin biz aytolmaymiz, что O'zbekistonda ochlikdan, qiyinchilikdan, suvsizlikdan Afrikaga o'xshab o'lib ketdi. Hatto bitta uy eshigini taqillatsa ham kimdir non beradi-da. Endi kimda telefon yo'q? Kimda internet yo'q? Mana internetda ko'raman, Xitoydagi babushka yoki otasi yoki onasi bolasini geniy qilyapti, uyda shug'ullanib internetdan ko'r. Lekin biz tan olaylik, vaqtimizni nimaga sarflaymiz? Kimdir chiroyli hayotini eri kimga brilliant mashina gul podarka qildi, kimni bolasi Qur'onni hafiz bo'lgan, kim xatm qilgan, solishtiramiz. Nimaga? Nimaga solishtiramiz? Chunki biz o'zimizni yaxshiligimizni va bizada ham shu anaqalar borligiga ishonmaymiz. То есть возможностьlar, imkoniyatlar borligini. Bizani O'zbekistonda Xudoga shukr o'lib ketadigan darajada yomon sharoit yo'q. Mana, например, Afrikada deydigan bo'lsak, elementarno suv yo'q. Suvsizlik уже ular boshqa потребностini, ya'ni boshqa narsasini yopish bilan ovora yashab qolish uchun suv qidiradi, ovqat qidiradi, kasallikdan so'ng, chunki yashab qolish uchun. Bizani miyamizning funksiyasi nima? Bizani miyamizning funksiyasi bizani himoya qilish. Ya'ni o'lib qolmasligimizdan bizani saqlab qolish. Bizada unaqa funksiyasi ishlash uchun balki bordir, men bilmasdirman. Lekin bizada 95-98% odam o'lar darajada yashamaydi. Tushunyapsizlar? Go'sht emas, to'g'ri, yoki nimadir bizadagi zo'r yashama, lekin bitta non olib suv ichishga sharoiti bor. Agar biz siz aytgandek sal erinchoqligimizni, dangasaligimizni yo'qotadigan bo'lsak, bolalar bilan uyda ham zanimatsiya qilishimiz mumkin. Qadriyatlardan kelib chiqqan holatda. To'g'ri. Bularda siz aytgandek tarbiya. Tarbiya, mana ota-onaning tarbiyasi. Siz bularga ham aytdingiz-ku, bu siz ota-onangizning tarbiyasi. Sizni fikringizga juda qo'shilaman, chunki ota-ona o'zidagi narsani ko'rsatib bolaga bermasa, bola qayerdan bilsin bechora? Misol ota-onada. Mana hozir bizga kitayskiy tilda, Xitoy tilida gapirsa biz bilmaymiz, chunki o'rganmay qayerdan bilamiz? O'rgansak. Sizni fikringizga o'shaning uchun ham qo'shilaman. Ota-onani tarbiyasi va siz boya aytganingiz, o'rgatib ko'rsatib berishingizni aytdingiz-ku, men bolalarimga rejimni ko'rsatmayman, o'zim ko'rsatib, amalimda ko'rsataman. Amalda. Da. O'shaning uchun ayol kishi doim o'ziga qarab yurish kerak. Doim. O'zini xo'jayiniga aylanish kerak-da, o'zini tempiga-da. O'shani
o'ziga qanaqadir ertalab turib oynaga qarab man shunaqaman deyishdan berish boshlasa kerakda. shunaqaman yaxshiman bugun kunim zo'r o'tadi hamma narsa bo'ladi allohim hamma narsani menga taqdim etadi deb oynaga qarab gapirsa ham o'ziga motivatsiya bo'ladi va shu narsa ruslarni gapi boru мыслям материализуется nimani o'ylasang shu nimaga bu mana shu narsani ham diniy tarafdan aytadiganmiz Alloh nima deydi man bandamni gumonidaman bizani o'zi asli gumonimiz to'g'ri bo'lishi kerak niyat amallar niyatlarga bog'liq niyatimizni to'g'ri qo'yish ertalab biz nima niyat bilan turamiz nima gumon bilan turamiz bugun yana pulim yo'q bugun yana erim uradi yoki bugun yana bolam ikki olib keldi yana shu xuddi shu yana chunki bizni hayotimiz o'zgarishiga ishonmaymizda boshqalardan mana nimaga ahamiyat bergan bo'lsanglar ko'p insonlar odamlardan волшебный tabletka kutadi allomati bo'lmaydimi mendan esa o'qlov kutadi shu boramiz bitta o'qlov bilan uradi bolam zo'r bo'lib ketadi 1 soatda deb o'ylaydida sizda ham bo'lganmi shunaqa vaziyat shunday konsultatsiyaga kelasiz siz uni shunday tegib qo'yasizu bolasi zo'r bo'lib ketadi shunaqa qushlar bilan kelishmaganmi yo'q hamma ota ona doktorga eshikni taqillatganda shu doktor mani bolamni tuzatadi debgan hamma bittada ho'p bugungi bizani intervyuimizdan kelib chiqqan holatda bitta qisqacha har biringlardan o'zinglarni fikringlarni ayollarga maslahat sifatida aytishinglarni xohlayapman sizdan bo'lsin ustoz eng asosiy maslahatim kitob o'qishga vaqtingiz bo'lsin kitob o'qishni o'rganing kitob o'qishga mehr bering ikkinchi maslahatim bolalaringiz bilan ko'proq gapiring allanni esdan chiqarmang uchinchi eng asosiy maslahatim o'zingizni yaxshi ko'ring o'zingizni yaxshi ko'rsangiz dunyo sizni yaxshi ko'radi bitta zo'r gap bor Vyacheslav Zaytsev aytganki ayol kishini o'sish jarayoni xuddi bitta bir narsaga taqqoslagan ayol kishi tug'ilganda qiz bola bu qog'oz oddiy oq qog'oz 18ga kirganda bu qanaqadir qog'ozni nabroskasi shtrix nima yasayman nima qilaman deb художник rassom o'ylar ekan 30ga kirganda bu qanaqadir portret 40dan keyin ayol bu просто kartina 45dan keyin bu shedevr ayol kishi shedevrgacha o'zini olib kelish uchun o'zini yaxshi ko'rish kerak o'sha narsa yaxshi ko'rdingmi hamma narsa bo'ladi o'zingni yaxshi ko'rishni ham to'g'ri talqin to'g'ri o'zini yaxshi ko'rish nima degani o'ziga qarash gigiyenik holatini hisob nima ushlab yurish chiroyli narsa bo'lmasa ham haddan tashqari boy bo'lmasa ham toza ixcham o'ziga yarashadigan narsa kiyib borish o'zini yaxshi ko'rish bu o'zini ongini saviyasini ko'tara bila olish o'zini yaxshi ko'rish bu chiroyli narsalarni qila bilish chiroyli ovqat pishirish chiroyli uyni olib borish chiroyli yozish chiroyli muomala qilish chiroyli gaplashish bu ham yaxshi ko'rishlikka kiradi chiroyli o'ynash chiroyli kulish chiroyli yig'lash bu ham yaxshilikka kiradi ilm olish va kasbga kasb ola olmasa albatta biron narsani o'rganib o'sha narsani o'ziga hobbi qilib olishni ham o'rganish kerak va inson bo'lib qolish zo'r endi Qilichxon Sherbekni ustozi ovoz gladiatoridan bitta bir bombasidan davay avfdan davay ana ustoz Shifuni anaqalaridan erkak erkaklik o'rnida ayollar ayollik o'rnida farzand farzandlar o'rnida qolsa jamiyatimiz insoniyat butun dunyo butun bo'ladi butun mard erkaklarimiz ko'paysa albatta ayollar mardlik
darajasi ila farzandlarga mehr, muhabbat, e'tibor, hamma narsani bera oladi. Ayollar xohlasa, ayollar istasa, g'ajish tuyg'usi, appetiti oshsa, ular bitta emas, millionlarga yaqin sultonlarini tarbiyalay oladi. Ayol sifatida, ustoz sifatida 80 mingdan oshiq insonlarga duh bera oldim. Sizchi? Siz siz yorib borasiz. 5 ta she'rlarni boqolasiz. Ham dunyoviy, ham ilm tarafdan, ham bilim tarafdan, ham duh tarafdan bera olasiz. Faqat xohlab qoling. Aynan mana shu xohlab qolishingizni xohlamaydiganlar bor-da. Shuning uchun siz ana shu appetitingiz oshishini kutyapmiz. Qoyilgan biz bordi, bu qiz borib. Mana eshitdi. Biz borsam bugun. Shuning uchun ayollar xohlab qolmasin ekanda. Ayollar xohlab qolsa, ular haqiqatan ham ishonavering, qo'l oyog'ini bog'lab qo'ying, og'zini skotchlab qo'ying. Tufur bo'lsa ham tili bor-ku, nayzaga aylanib otilib ketadi. Ana shu ayol xohlab qolish kerak. Bugun o'zingizga savol bering, siz nimani xohlaysiz? Shu savolni bera olmaydi ayollar. Men bugun bolam emas, erim emas, odam, qo'shnim emas, men nimani xohlayman? Bugun o'zi savollaringizga yechimi shunaqa ochilib ketadi va iltimos, erkaklar, ayolingiz bilan gaplashing, biling, ayolingiz nima uchun kun ora psixologga boryapti, shifokorga boryapti. Boshini mamdaqa o'rab olib, har doim mamdaqa yotadi. Shunchaki qo'l oyog'ingizni bog'lab qo'yingda, qulog'ingizni mana shunday ochingda, xotiningizga ayting, bu yoqqa kel, xotin o'tir. Gapirib tasha menga, sochib tasha menga desin shu. Gapirib tashasin deb bolangizni olib, gapir, nima xohlaysan gapir degiz keladi-ku. Xuddi shunday siz ham ayolingizga endi borib yana xotiningizni Gapir demadi. gladiator shunaqa qil dedi deb yana o'ldirib qo'ymang, iltimos. Sudga beradi meni keyin. Mana targ'ib qildi deb. Prosta buni amalda unaqada ko'rsatyapman-da. Siz shuni bir dona shokolad, 4 dona bir yoqimli bir sovg'a salomlar qo'yib, bolalaringizni qaynonaga, onangizga topshiringda, davay посидим, поговорим, a? Bilasizmi? Tinglay olmaydigan inson yo'q. Gapira olmaydigan inson ham yo'q aslida. Faqat uni yirtib qo'yishni bilmayapsiz-da. Yirtishni o'rganing, gapiring, baraka topgur. Bugun gapiramiz, hal qilaylik. Shuncha millionlab shifokorga, psixologga, qanaqadir bo'lmaydigan narsalarga ko'p sarmoya qiladi ayollar. Lekin yechimi yechimi ona, Gap bilmas. yechimi ota va yechimi bola. Onani, ayolni izlanishi bu hammasi. Ota, ona va farzand. Mana shu 4 ta narsa uchun biz eshikma-eshik, teshikma-teshik yechimini izlab yuribmiz. Va shu uchun ham siz bugun bizni eshitdingiz va men o'ylaymanki, bugun men o'zim nima xohlayman degan savolni o'zingizga bera olishingizga bir sababchi bo'lib, sizga yuzlanishni biz xohladik, millatimiz yanada baxtli bo'lishini. Biz xohladik o'tmish bilan, tarix bilan faxrlanishni emas, kelajakda bizni farzandlarimiz bilan faxrlanishini xohladik. Shuning uchun xohlaganimiz uchun gapirdik va gapirish uchun mard bo'ldik. Ura! Shu gaplaringni qo'shimcha qilmoqchi edim. O'zi asosan biz nimaga gaplashmaymiz, nimaga turmush o'rtog'imiz bilan munosabatimizni yaxshi ko'ra olmaymiz yoki farzandimiz bilan biz o'chakishamiz, biz kurashamiz. Faqat anglamaymizki, nima uchun va kim bilan kurashamiz. Turmush o'rtog'iga ayollar nimadir ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ladi, erkaklar o'zini erkakligini yoki yana nimadir isbotlamoqchi bo'ladi. Ota-onaman, sendan baland turaman deb farzandiga nimadir isbotlamoqchi bo'ladi. Shu isbotlash yo'lida biz hammamiz bir-birimizni sindirib tashlayotganimizni tushunmaymiz. Zamutli krug deydi-ku, yopiq doira, tugalmas. Kimdir aqlliroq, oqilaroq, mudriroq inson chiqib, shu krugni to'xtatib,
bu isbotlash, bu urush jangini to'xtatish kerak, bu o'yinni to'xtatish kerak. Buni qilish uchun biza faqatgina bilim olamiz, biza kurashayotganimizni anglab tan olamiz va uni to'xtatishga harakat qilamiz. Shu bois har bir xonadonda ilmli, bilimli, yoshi ulug' buvijonlar va bobojonlar ko'p bo'lsin. Hammaga kattakon rahmat, sizga ham kattakon rahmat, Qilichxon. Sizga ham rahmat. Rahmat kelganingizga, vaqtinglarni ajratib, o'zingizlarni fikringlarni, resursinglarni, hayotiy keyslaringlarni bo'lishganinglar uchun minnatdorman. Sizga rahmat, bizni yig'dingiz, sababchi bo'ldingiz. Minglab, millionlab umid qilaman insonlarni qalbiga, qulog'iga emas, qalbiga yetib oldi. Bizlarni eshitgan hamda maslahatimizdan to'g'ri foydalanib, o'zini yaxshi ko'rib bila olsa. Tatbiq qilsin. Ha, eshikni taqillatganimizga gap bilan eshigini ochib rahmat va shuni eshitdim, shunaqa bo'ldim, to'g'ri xulosa qiloldim shularni gapidan degan narsa agarda yetib borsa, men juda ham xursandman. O'shanda kasal bolalar ham kamayadi. Inshaalloh baxtli onalar ko'payadi. Eng asosiysi nimaga hozir boshlashimiz kerak? Chunki hayot juda ham tez tugar ekan, juda ham tez o'tib ketar ekan. Bizani hozirga sarflayotgan vaqtimiz bu bizani hayotimiz. Faqat shu narsani ongli ravishda bajarishimiz kerak, tarqatishimiz kerak. Hammaga kattakon rahmat. Sizlar uchun Diloramxondan, Qilichxondan, Sherbekki ustozidan, ovoz gladiatoridan sovg'a bor. Kim videoni oxirigacha ko'rib, o'zini fikrlari bilan, o'zini insaytlari bilan, nima tushunganlar bilan bo'lishganlarni orasidan tanlab olamiz. Shu yerda qo'shimcha qilay, iltimos jonim. Mayli. Mardlarcha o'z fikringizni, so'zingizni oxirigacha videolarni ko'rib qoldirganga mualliflik kitobim Ovoz bu siz bu ovoz deb nomlangan kitobimni mutlaqo sovg'a qilaman. U kitobda uy sharoitida, uydan chiqmagan holatingizda farzandingizda qo'rquv, hayajon, ishonchsizlik oqibatida yuzaga keladigan vagonevroz, ya'ni duduqlanishni yengib chiqish sirini bor yo'g'i 10 soatda qo'llab chiqsangiz bo'ladi. Xayrli bo'lsin, hammaga kattakon rahmat.